Agar siz ham menga o'xshab bolalikdagi ta'mni sog'ingan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring va albatta o'zingizga saqlab oling. Ertagayoq shu bulochkadan tayyorlab yeb ko'rishingizni maslahat beraman. Yeganingizda xuddi bolalikka qaytgandek bo'lasiz. Birinchi ishimizni aparaq olishdan boshlaymiz. Iliq suv, dro'ja, shakar, un solib issiq joyga yuboramiz. Oshib chiqqan aparamiz ustidan tuxum, qaymoq, shakar, yog' va ozginadan un solib qo'lga yopishadigan xamir qilamiz. Xamirimiz qo'lga yopishni boshlagandan keyin yog' solib yaxshilab mushlab, xamirimizni oshirishga issiq joyga yuboramiz. Oshib chiqqan xamirimizni mayda zuvalachalarga bo'lamiz va zuvalachalarni ham qo'limizda ochib, orasiga iriska moloko solib, ikkita chetini yopib tugamiz va pishirishga yuboramiz. Pishib chiqqandan keyin juda ham yumshoq bo'ladi, qizlar, ishoninglar, ertasiga ham qotib qolmaydi. Pishib chiqqandan keyin ustidan zgushoniy moloko qo'yib, xohlasanglar ustidan yong'oq sepsanglar yana ham mazali bo'ladi. Ishoninglar, bu bulochkani yeb xuddi bolalikka, maktab paytidagi stoloviyda yegan bulochkalaringiz mazasini shundoq his qilib olasiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.